Qiziljo'li hozir ruletlarimiz bugun qotib oldida yasatilishini olamiz videosini. Unni oldim aslida ham chetini kesib oldikda, hali bular sal erishi kerak. Lekin ermasida men medoviligini уже yeb ko'rdim. Вообще zo'r chiqibdi. Men medoviligi o'zimga ham yengillik bo'ldi. Men bunaqa biskvitliklarni men o'zi rulet ko'p qilib turaman. Lekin medovilik hech ham qilmagan edim. Aynan medovilik ko'rishlik. Qaranglar, вообще zo'r chiqar ekan bu ham. O'zimga ham yengillik bo'ldi. Xudo xohlasa bilan hammasini yopiq kanalda o'rganamiz. Bilasizlar, ruletlarga o'ziga mos biskvit qilmasanglar, urayotganda qiynalishinglar mumkin, sinadi, boshqa qiladi. Lekin o'ziga mos retseptda qilsanglar, hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Urayotganingizda ham mazza qilib ishlaysizlar. Bu yerda fistashkali, malinali, shokoladniy, orasiga dubayskiy qildik. И bu yerda клубника начинка и vanilniy krem. Hammasi bu yerda medoviyligiga karamelniy krem qilganmiz. Вообще zo'r chiqadi mazasi hammasini. Xudo xohlasa tayyor bo'lsa yana qo'yaman videosini.